inson zoti borki, u doimo mehrga tashna. Uning bu chanqog'i hech qachon qonmaydi ham. Faqat sog'ingan kishilaringizni ko'rgandagina ko'nglingiz biroz taskin topadi. Didorlashuv esa mehr bulog'ining jilg'alarini qalblarga shaloladek quyilishiga imkoniyat tug'diradi. Ular bundan 20 yil muqaddam Kasbi tumanidagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlab, mustaqil hayotga yo'llanma olishgan edi. Barchalari turli jabhalarda javlon urib mehnat qilishdi. Hayotda o'z o'rnilarini topishdi. Bugun esa o'zlari o'qigan maktabda o'tganlarni xotirlash, ustozlar diydoriga to'yish uchun ona maktab quchog'iga tashrif buyurishdi. Boshlang'ich sinfga ilk bor qadam qo'yganda o'sha jajjigina sumkachalarini ko'tarib kirib kelganda bular ko'zlaridagi quvnoqlik hozirgacha meni ko'z o'ngimda gavdalanadi. Albatta bularning hammasi ham xushchaqchaq, o'ziga yarasha xususiyatlarga ega bo'lgan, bir ota-onani farzandida o'sha ilk maktabga qadam qo'yganda bular birlashib ketgan. Hozirga qadar o'sha xususiyat bularda mujassamki, hozirgacha bularning gapi bir joydan chiqadi. Birdamlik bor, inoqlik bor, ittifoqlik bor. O'sha bir-biriga bo'lgan hurmati hozirgacha bularda mukammal joylashganda men xursandman bulardan. Bu sinf asosan endi meni o'zim bir ustoz sifatida, ona sifatida bilan tadbirkorlar sinfi deb o'zim nomlaganman. Chunki 70-80% bular tadbirkor. Bular o'z farzandlariga mana shunday chiroyli porloq kelajakni baxshida etyapti. Maktabda 11-sinf tugatganda men maktab direktor bo'lib ishlagan paytimda shu direktor bo'lib shularga qo'lini siqib 11 yillik shahodatnomasini qo'liga topshirganimdan xursandman. Davlatimizning turli jabhalarida bir tadbirkor, ishbilarmon bo'lib, davlatimizga foydasini qo'shib yuribdi, yutuqlarini eshitib xursand bo'laman. Hammasini farzandlari hozir maktabda o'qiyapti, ular o'qityapmiz. O'sha davrda tarix, huquq fanidan dars ham berganman bularga. Bular juda ham men uchun qadrli, juda ham tanish. Xuddi hozirdagidek esimda. Sho'xliklari ham, odobi ham, tartibi ham xuddi hozirdagidek esimda. Tadbir ishtirokchilariga yurtboshimiz rahnamoligida ta'lim tizimida ham katta islohotlar davri boshlanganligi, so'nggi yillarda erishilayotgan yutuqlar, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, shuningdek, davlatimiz rahbari tomonidan 5 ta muhim tashabbus asosida yoshlarning qiziqishlari va iste'dodini namoyish etish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. O'quvchilarda 1994-yil maktabga qabul qilganmiz. Ana endi bugun qarang, 20 yil o'tibdi bular, 20 yillik uchrashuv qilyapti. Endi bu an'anaga aylanib qoldi. O'quvchilardan xursandman. Hammasi har yerlarda, turli xil idoralarda O'zbekiston uchun xizmat qilyapti. Mana hozir men ko'rib turibman, Pavloniya daraxtlari, har xil noyob turdagi daraxtlarni olib kelib, shu yigit qizlar kelib shu yerda ekib berishdi. Biz o'qituvchilar juda xursand bo'ldik bu narsadan. Hozirgi ta'lim boshqacha ta'lim bo'ldi bu. 10 ga yaqin o'quvchimiz maktab partasida o'tirib, oliy ta'lim talabasi bo'lib turibdi. Endi qarang, uni hech ham uni tasavvur qilish qiyin endi. Undan tashqari o'quvchilarimiz o'sha ko'p fanlardan sertifikatlar olib qo'ydi. Hozirgi ta'lim endi oldingi ta'limdan, bular o'qigan ta'limdan farq qiladi. Maktabda zamonaviy texnikalar, elektron doska, mana sinfda o'zi qiladigan bo'lsak, elektron doska, televizor, sinfda o'zida masalan hamma imkoniyatlar yaratilgan. O'zimizning farzandlarimiz mana bolalarini endi shu zamon talabiga mos qilib tayyorlab borsa, men o'ylaymanki, kelajagi porloq, yaxshi bir mutaxassis bo'lib chiqadigan umiddaman. Hammasi qanday bo'lsa, shunday takrorlandi. O'sha maktab, o'sha sinfxona, o'sha mehri oftob muallim. Dars boshlandi. Mavzu esa biroz boshqacharoq. O'tgan yillar, hayot saboqlari, farzandlar, niyatlar haqida bo'ldi. Ular ham quvonib, ham afsuslanib, bolalikning qadri, ustozlar mehri, qadrdon maktab davridagi voqealarni esga olishdi. 5-sinfda qabul qilgan bo'lsam, 7 yil sinf rahbar bo'lganman. Maktabda bular faxriy edi, 11-sinf, 10-sinf bo'lganda, bunday deganda hamma narsaga tayyorlash 11-larida. Bularni o'zi bajarib kelardi hamma ishni. Inoqlik bor bu sinfda, uddaburonlik bor, haqiqatan ham tadbirkorlik bor. Hamma tomonlama, hamma sohadan bor bo'ladi. Farzandlari ham bo'ladi bo'lib, mamlakatimizga o'z hissasini qo'shadigan kadrlarni tayyorlab berishda bular
hormay tolmay davom ettirishursin. Hali yonimda o'tirgan qizimni olimpiadaga olib borganman, Fatima qizimni. Yana orqada ham bir o'g'lim bor, Sobirjon, o'sha ham qatnashadi olimpiadalarga. Boshqa fanlardan juda ham qiziqishlari yaxshi edi bularni. Ko'p sho'xliklar qilishgan, esda qolarli sho'xliklar. Sport do'ppisini xonaga olib kirib, 3-etajdagi xonada derazani bir tepib sindirishganda oynani. Bularni hech urishmasdim. Shunday kirar edimda, ertalabgacha mana shu oyna joyida bo'lsin deganman-da. Kelsam ertalab oyna qo'yilgan. Juda ham yaxshi. Hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Shu kuni yuraklar, ko'zlar so'zladi. Ko'ngil izhor qildi kechinmalarini. Bir zum o'sha beg'ubor davrlar qaytib kelgandek bo'ldi. Quvonchdan ko'zlar porladi. 20 yillik diydorning sog'inch to'la ko'zlarida chinakam mehr, muhabbat jilvalandi. Qalblarni qurshagan hayajon, ko'ngil tubidagi munavvar xotiralar ularni yoshlik damlari tomon yetaklab ketdi. Ustozimiz sinfga o'qib qo'ydilar, shu boricha bir domlaga yordam berdik. Eng yomon bo'lsa ham kirib ichkariga o'tir, domlalar keladi deganimda kelib ichkariga o'tirardi hammasi. Ustozlar kelib eshikni ochib hayron qolardi. Bu dars boshlanib ketgandek deb o'ylanma, o'qituvchi kirdimi desam, hech kim yo'q ekan deb o'sha vaqtda ham xursand bo'lardi ustozlarimiz. Endi har doim ustozlarimiz boshimizga omon bo'lsin. Biz haqiqat ustozim aytgandek, tadbirkorlar sinfimiz hozirgi kunda hammamiz har jabhada ishlab boryapmiz. Mana shu tadbirkorlarimiz hammasiga, boshqa sohasidagi yigit-qizlarga ham omad tilaymiz. Ustozlarimizga eng avvalo katta rahmat. Mana shu darajaga bir-birimizga mehrli, muhabbatli qilib o'stirishgan uchun xuddi bir ota-ona farzandimizda. Hozir maktab ostonasiga kirib kelyapmiz, o'zi xuddi o'sha maktabga tayyorlanib kirib keladiganday hayajon bostida. Ustozlarimiz tanbeh bersa xafa bo'lardik. Endi hayot jabhasida ko'ryapmiz, o'shalar to'g'ri yo'l ko'rsatgan, to'g'ri maslahat berishgan ekan. O'shanga hozir shu fursatdan foydalanib ustozlarimizni ko'nglini og'ritgan bo'lsak, sinfimiz nomidan uzr so'rayman. O'shaning uchun ustozlarimizga kattakon rahmat aytaman. Diydorlashuv onlari inson hayotining unutilmas daqiqalari bo'lib yashash mazmundorligidan darak beradi. Ko'ngil ko'ngildan mehr suvini ichadi. Yoshlik, muhabbat, o'tli kechinmalar, hayot sari dadil qarashlar, xotira deb atalmish ko'zguda aks etadi. Yo'llar, manzillar, nigohlardagi chanqoqlik bari jam bo'lib sog'inch manzilida uchrashadi. Shu kuni sinfdoshlar suhbatining adog'i bo'lmadi. O'quvchilik, yoshlik yillari, beg'ubor damlarning sahifalari bir varaqlandi. Barchaning shirin so'zida, yuzu ko'zida bugundan qoniqish, ertangi kunga umid tuyg'ulari aks etdi.